Aziz do'stlar, barchangizni poytaxtimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz va mamnuniyat bilan ochilish marosimining rasmiy qismini boshlaymiz. The Vice President of Olympic Council of Asia, Umarov Otabek Muhammadalievich. Rahbar Prezidenti Dr. Chunwon Chol janoblari. Assalomu alaykum xalqaro kurashlar assotsiatsiyasi prezidenti Nihat Muhammadovich. Assalomu alaykum xalqaro Olimpiya qo'mitasi a'zosi Ragmaviy Tugirmay xonim. Bunday nufuzli musobaqalar O'zbekistonning nafaqat xalqaro maydonda yuqori natijalarga erishayotganini, balki ularni munosib darajada qabul qila olish salohiyatiga ega ekanini ham namoyon etadi. Endi ruxsatingiz bilan ushbu nufuzli musobaqani ochiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. And now let me to declare the Tashkent 2026 World Junior Taekwondo Championship opened. Thank you very much for your attention. Xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar, barchangizdan lutfan o'rningizdan turishingizni iltimos qilamiz. Approximately 1,000 athletes from 118 countries across the globe